Xalqimiz like bosib, paddashga o'tib tursa, 3 ta drabilkani tekinga uylarga olib borib ishlattirib beraman. Mana apparatlar. Kilo holatga olib keltirib qo'yadi qo'yani. Makajon chiqarsa qanaqa holatda keladi deganlarga mana tayyorchilar. Eng arzon necha pul chiqarib bera olasiz? Eng arzon 1,5 million. 1,5 millionga ham bormi? Bor aka. Sholipoxol. Sholipoxol. Chiqaradimi Sholipoxol ham? Chiqaradi. Shu video ostimizda 500 ta like bo'lsa, bitta drabilka. Agar 1000 ta bo'lsa, shu 3 ta drabilkani uylaringga borib ishlattirib, dastavkalarni tekin qildirib beraman. Uzun chigal Sholipoxoli ana shunaqa qilib may holatga olib keltirib qo'yar ekan. Mana shunaqa makajo'xorini may qilib chiqarib beradigan apparatda bu. Atlaydi bu necha voltda? Aka, bolalar 155 ga ishlatib berib kelishyapti hatto. 155 voltga ham ishlaydimi? Tayyor. Budoyni kepak holatga olib keltiradi biz apparatlarimiz. Qiyinchilik yo'q, xudo xohlasa. Bittada tushadi, bittada chiqadi. Hech 1 million ham bo'lishi mumkin. 1 millionga bo'lishi mumkin. O'tda shu turishdagi 1,5 millionga quruqqa chiqarsa, men 1 million qilib beraman. Sizdan arzon chiqsa, yana arzon qilib beraman. Tekinga beraman. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari. Bugun sizlarga universal drabilkani zo'rlab ko'rsatib bo'lganda ham pullari arzon joydan, sifatli ishonchli joydan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani lider brendi ostida ishlab chiqarayotgan universal drabilkani ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, video davomida o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz, batafsil ishlash jarayonlari, narxlari, qanaqadir savollaringiz, hamma savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Biz vakillarimiz mehnatni qo'llab qolgan holatda bir donadan like bosib iltimos qilamiz. Pul menga davom etadi. Shu videoni ko'proq insonlar ko'rish uchun kerak xolos. Va biz endi ko'rayotgan insonlar bo'lsa, ekranimizdagi podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirgizib borayotgan videolar sizlarga o'zi muntazam SMS-larga borib turadi. Ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, narxlari bor, shikolat qilamiz va video oxirida yutuqli o'yinlar ham bor. Bepulga drabilka beramiz. Ha. Bepulga drabilka bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta batafsil ma'lumotlar beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jasurbek. Sog'lik yaxshimi? Assalomu alaykum, Jasurbek obunachilari, yaxshimisizlar? Xudoga shukr. Akajon, kelib oldik. Sizlar anchadan beri telefonda gaplashayotdik. Mana endi vaqt bo'ldi. Ha, xudo xohlasa. Keldik. Aka, universal drabilkani narxini sindirib beramiz bu safar. Sindiramiz aka bugun. Xalqimiz paddashkada bo'lsin, like bossin, kommentariy yozsin. Bugun narxlar haqiqiy sinadi bugun. Arzon chiqadi. Arzon, juda ham arzon chiqadi. 12 ta viloyatda ishlab chiqarayotgan taqqosa bo'laversin. Taqqosa bo'lsin, bemalol. Hop, ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Video bo'yicha so'raydigan narsalarimiz aka. Garantiyalari. Motorga 6 oy, 6 oyda kuyib bo'lsa almashtirib beraman. Drabilkamga 1 yil garantiya beraman. 1 yil garantiya bor. 1 yil garantiya bor. Servis xizmati bor. Motori 6 oyda kuyib bo'lsa almashtirib beraman. Xo'p bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib drabilkadan boshlasak. Bitta shuni oling. Keyin video davomida ishlashdan ko'rsataman. Masofaga g'ildiragi eng asosiysi olib o'tiraverasiz. To'ppa-to'g'ri. Hop. Ko'rinishlar juda ham chiroyli holatda. Mana bilasizlar, choklari, sigiklari hammasini ko'rib olinglar, zo'r. Og'izlari yaxshi. Hop. Aka, hop, bu universal. Universal don, o't mahsulotlar hammasi chiqaradi. Don mahsuloti, o't mahsuloti hamma yo'q chiqaradi. Hamma yo'q chiqaradi. Hop, o'zini motori bor. Hop, qanaqa motorda ishlatyapmiz hozir biz? Hozir 3 xil motor ishlatyapmiz. 3 kilovatli, 4 kilovatli motorlar ishlatyapmiz. 4 kilovatli. Hop, qanaqa brend? Brend Aluminga Ruby ishlatyapmiz. Misga Arion ishlatyapmiz. Ya'ni 3 kilovatligimiz bor, u Grelifa. U motor yozib qo'yaradi 5 kilovat deb, 6,5 kilovat deb. Biz yo'q, biz 3 kilovat sotamiz Grelifani. Hozir ushbu ko'rib turgan drabilkamiz. Hop, necha kilovat bor? Bu 4 kilovatli. 4 kilovatli. Original mis motor. Hop, o'zining avtomatik kulchatorlari bor. Hurmatli obunachilar, mana qo'ylar. Mana kulchatorlari bor, motor o'zida. Motor o'zida avtomat qo'yib beriladi bunga. Avtomat ham qo'yib beriladi. Ha, avtomat qo'yilgani ham bormi? Mana. Bu o'sha 3 kilovatli motorimiz. Qaranglar, 2 barobar zashchasi baquvvat. Nimaga? O'zini kulchatori ham bor. Plus motorda ham bor. Agar mana kulchatorlar ishlamay qolsa, motorni ham tashlayveradi. Tashlaydi. Birinchi motorni o'zi tashlaydi, keyin avtomat tashlaydi. Mana hurmatli akalar. Kuyishni oldini oladi. Hozir 2 xil variantda. 2 xil variant bor motorlar. Hurmatli obunachilar, bu yerda tushuntirib biz ham endi drabilkaga yuribmiz. Qarang. Bu donli mahsulotga qampani to'ldirasiz. Mana razmeri mana.
ketdi. O'zi hali tushiga qarab turib, naporiga qarab tushiraverasiz. Bu tarafda sotali makkalar yoki qattiq non, har xil narsa bo'ladi-yu, tashlasangiz bo'laveradi. To'g'ri. Qopqog'i bor. Agar o't mahsulot chiqaradigan bo'lsangiz, ko'tarasiz, bo'ldi. O'tni tashlaverasiz. Kerak bo'lmasa pastga tushirasiz. Yopib qo'yasiz. Eng asosiysi setkali yondan tushadi. Qani, to'xtatib. O'tib oling. Yengillik tarafi. Yengil taraf. Qani, bir deganda olasiz, bir deganda solasiz degan joy. 4 xil setkalar qo'shib beriladi. Naborimizda 4 xil setka bor. 4 xil setka bor. Bug'doyga, sotali makkaga, akaga. o't mahsulotiga ikkita. Bu mol boqib beradi, bu qo'y boqib beradi. Asosiysi mana Hurmatli aka qaranglar. Yengil bir deganda solasiz, tushadi. yengil olinadi. Qiyinchiligi yo'q, xudo xohlasa. Bittada tushadi, bittada chiqadi. Hech kim bo'lgani, qatirgan, hampasini Yo'q, olgan, unaqa narsalar ketgan yo'q. sol, ol yo'q. Xudo xohlasa. Yengil-yengil, Yengil, xudo xohlasa. Yengil bo'ladi. G'ildiraklari bor, mana qo'lda ushlaydigan joylari bor. Bemalol ikkita nuqtaga olib keltirib bo'ladi. Qulaylari bor, xudo xohlasa. Qarang, akajon. Ushbu ko'rib turgan mis motorimiz nechi pul? Mis motorimiz 2.8 million. Shu joydan chiqayotganimi? Shu joydan chiqayotgan. Xo'p, shuni aliment motor bo'lsa-chi, aliment atmotka bo'lsa, qanchaga chiqadi? Shuni aliment o'tkasi 2.500 mingga chiqadi. 2500 ming joyimizda. Yoki dastavkalar ichida bo'ladimi? Dastavkalar vodiyga tekin. Vodiy bo'lib tekin. Oladigan bo'lsa, borib ishlatib ko'rsatib, kelish xizmati bor. Xizmati bor. Agar vodiydan tashqari bo'lsa, 200 ming qo'shilib qoladi. Dastavkasiga Dastavkasi 200 ming qo'shilib qoladi. Vodiylik chap-chap bor. Qarang, eng arzon nechi pul chiqarib bera olasiz? Eng arzon 1.5 million. 1.5 millionga ham bormi? Bor aka. Yo'q, Bor aka. Ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Qani, qaysinisi? Mana aka. Bir xil-u, qandamasiga 1.5 million? Yo'q. Mana misol uchun buni olib hattoki 1.5 millionlik drabikamizda ham oyoqlari bor akalar. Masofadan masofaga bemalol o'tiladi. Mana farqi nimada buni? farqi bu faqat quruqqa. Quruq o'tlarga, quruq mahsulotlarga. Quruq mahsulotlarga. Любой quruq o'tni chiqaraveradi. Hali donli dunli mahsulotlargacha. Unga mana universal drab. Universal bunisi. Ishlatishlari pichoqlari bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi, xudo xohlasa. Pichoqlari 18 talik, segment yaxshi qora pichoqlarni qo'yiladi. 18 talik, 18 talik pichoq. Yaxshi segment qora pichoqlar. Buni motori nechilik bo'ladi? Bu 2.2 motorli bo'ladi. 2.2 motor. Zo'r. Agar bundan chiqarsa, bundan chiqaradigan bo'lsa, agar boshqalar, bundan-da 1 million qilib beraman shuni. 1 millionga ham bo'lishi mumkin. 1 millionga bo'lishi mumkin. O'tda shu turishda agar 1.5 millionga quruqqa chiqarsa, men 1 million qilib beraman. Sizdan arzon chiqsa, yana arzon qilib beraman. Tekinga beraman hozir. Hali ot bossam tuya bosaman deydi-yu. Hurmatli aka, narxlarni ko'ryapman, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. 1.5 million so'mdan to misli bo'lsa 2 million 800 ming so'mgacha. Agarda o'sha bir xil razmer, bir xil tuzilish aliment atmotka bo'lsa 2.500 ming. 2.500. Qarang, ko'p obunachilarimizni qiziqtiradigan savol va qiynaydigan savol. Tok masalasi. Misol, har xil vaziyatlar va har xil joylar bor-da, qayerdadir toklar zo'r. To'g'ri. Qayerda toklar past. Eng past toklar qancha? Necha kilovatda ishlaydi bu? Necha voltda? Aka, bolalar 155 ga ishlatib berib kelishyapti hatto. 155 voltga ham ishlaydimi? Hozir eng hadoga ketayotgan shu aliment motkamiz. 4 kilovatli motor. 3 kilovatli 4 kilovat sotilyapti. Misli nisbatan tok yaxshi bo'lgan joylarga tavsiya etiladi-da. 200 dan baland bo'lishi kerak. Tok o'ynasa mis bo'lmaydi. Mis motorlari tok 200 dan baland bo'lishi kerak. Misol uchun shunaqa vaziyatlar bo'lib qolyapti, mis motor chaqirishyapti, toklari o'ynab qolyapti. Unaqa tavsiya beramiz. Eng hadoga hozir ketayotgan aliment motka. Aliment motka. Endi kimdir mis zo'r deyishi mumkin. Misga sharoit yaxshi bo'lishi kerak. Sharoit yaxshi bo'lishi kerak. Hammasi ham zo'r. Hammasi ham zo'r. Aytadi-yu, puli yetgancha olgan o'sha zo'r. To'ppa-to'g'ri. Kimni qurbi yetguncha-da. To'g'ri. Hop, bundan kattaroqlari ham kerak bo'lsa yasab bera olamizmi? Yasab beriladi. Xudo xolasa bo'laveradi. Akajon, hozir bir qator ishlar jarayonini ko'rsatamizmi? Ko'rsatamiz. Elmurod aka, endi bir qator apparatlarimizni ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Nima-nimalar chiqaramiz hozir? Hozir sotali makka chiqaramiz. Sotali makka. Sotali makka mana. Sotali makka. Katta mana. Qo'yib Zo'r. Keyingi bug'doy chiqaramiz. Bug'doy. Bu apparatimizda bunda mana sveji poya mana. Qo'l poya. Qo'l poya. Bu sholipoxol. Sholipoxol. Chiqaradimi sholipoxol ham? Chiqaradi. Videoda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana sholipoxol ham bor ekan. Sholipoxol.
Agar sholib poxol chiqarsa, yontoqlarni chiqaraveradi. Yantoq ham yo'q chiqaradi. Yantoq hozir bizda yo'q, olib kelolmay qoldik, lekin chiqaradi. Hop. Boshladikmi? Boshladik. Bismillah. Hurmatli obunachilar. Bismillah. 200 deb ketdik. Qarang. 200. Endi bug'doy yog' chiqarib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Ko'ringlar oxirigacha. Tortlari. Razmeri bor, qoladi, zo'r, qoladi ozroq. O'zbekistonda lekin o'sha qarab tur. Ketdi. Bu tepak havolarga chiqarib beradi. O'ta ham mayin. Zo'r. Ega. Hop, birinchi bu chiqarilgan mahsulotni ko'rsataylikmi? Ustiga o'tib ketmayapsizlar. birinchi Marka o'rni. Tayyor chiqqan mahsulotni ko'rsatamiz. ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Mana shunaqa makka jo'xorini mayin qilib chiqarib beradigan apparatda bu. Atalaga ham, To'ppa-to'g'ri. yoki tovuqlarga, mollarga sevib berishga bo'laveradi mana. Sveji holati. Keyingisimi? Mana kipi holati. Qaranglar. Hurmatli obunachilar, Tayyor. bug'doyni kepak holatga olib keltiradi biz apparatlarimiz. To'ppa-to'g'ri. Endi ho'l mahsulotlar va sholpoqol. Sholi-poxol. Birinchi ho'lni chiqaramiz, keyin orqasidan sirazi setkali holatda chiqaramiz biz. Setkasini olib qo'yamiz, shunda chiqaramiz, xudo xolasa. Boshladingmi? Boshladik. Mana apparatlar. Kilo holatini olib keltirib qo'yadi qo'yani. Quruq tanlamaydi. Qo'yasan tushlaringda. Poxolni shuni holatda solasizmi? Shunda mana. Ana qaranglar. Sholib poxolni. Ana bu masala. Sholib poxolni ham chiqaradimi degan obunachilar uchun. Chiqaradi xudo xolasa. Mana chiqishlari. Setkada qo'yib chiqaryapti ana. Hoppa. Zo'r ekan u. O'chirur. Hurmatli obunachilar, mana uni ko'ringlar. Birinchi poxolni. Ko'ring. O'sha kattasini oling-da. Ko'rsatishga. Olib keling. Hozir rasa sezoni. Sholib poxolni ham chiqaradim degan ekan. Chiqaradi. Mana shu uzun chigal sholib poxolni ana shunaqa qilib mayin holatga olib keltirib qo'yar ekan. Zo'r. Keyingisi mana. Makka jo'xorini. Siros. Ho'l makka jo'xon chiqarsa qanaqa holatda keladi deganlarga mana tayyor silos. Kombayna bunaqa mayin qilib chiqarib bera olmaydi. O'ta ham mayin holatda. O'zaklari ham qolmabdi-yu. Mana hurmatli akalar, birin-ketinlikdan ma'lumotlar berdik. Nima deymiz? Olinglar, bu narsani olgandan keyin joni rohati deydi-yu, mol boqadigan insonlarga boru, rosa zo'r tushadi. Ancha vaqtdan chetlatiladi. Effekti, misol mushtlari yo boshqa bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Mana bu bitta tegirmonga bug'doy olib borsangiz ham bir qopdan kamida 20 ming so'm oladi-da. To'g'ri. Mana shunaqa o'tdan chiqarib beramiz, kimdan olsangiz ham kuniga arizasi 50 ming so'm kamida beradi. U ha deb birovdan so'rashdan ko'ra tayyor turibdi. Olinglar, yillar davomida sizlarga o'z xizmatini qilib beradi. Plus garantiyali, ishonarli joydan-da. O'shanisiga ham hisobga olinglar. Aka, nima deysiz bizni ko'rayotgan insonlarga? Xalqimizdan poddeshkada bo'lishini tilab qolamiz. Like bosib, kommentariy yozsin. Xudo xolasa narxlarni bundan-da yana ham sindirib beramiz.